Kuni deyarli har kuniga 35 milliondan 40 milliongacha pul olib keladigan nijiloy joyi ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek, mana shu tarsoviga tushgan 4 urilli yaxlit podol, birinchi etaj, ikkinchi etaj, tepasi kattagina ochuv, uni terrasa qilib olsa ham bo'ladi. Shtabga qarab chiqib ketirish, Ko'kchi Oqtepadan qarab tushib ketirish. Termiz zavod deyilar ekan, eski Shirin kinoteatrning o'rniga tushgan. Mana shu joyimizda sotuvga qo'yilgan. Birinchi etajni ko'ryapsizlarmi? Ishlab turgan joy, ro'zagacha ishlab turgan. Hozir ayrim bir sabablarga ko'ra to'xtatib qo'yishgan. Birinchi etajlari kattagina, joy programmalarigacha tayyor. Shundoq kelasiz, yurg'izasiz, hech qanaqa rasxod qilmaysiz. 60 tadan oshib kameralarigacha bor. Ikkinchi etajda ham kattagina yaxlit plashatka bo'lib turibdi. 5 ta kabinkasi bor, o'zini alohida sanuzellari ham bor. Kotelniy xonalari ham juda qattiq proshniy qilib qilingan. Mana burchakni ko'ryapsizlarmi? Barbekyu zona, shashlik qiladigan joyi. Bu yoq burchagida tandiri, ichkarida turk tandir, turetskiy ovqatlar uchun ham hamma sharoitlari bor. Shundoq kelasiz, yurg'izasiz. Bu yoq burchagida elektromobil uchun ham zaratga qo'yib ketilgan. Bitta ikkitali. Bu ham rasxodlardan tashqari oyiga 2000 dollardan oshiq pul olib kelar ekan. Xullas, mana shu joyimiz 508 sotuv yer maydoniga qurilgan, 1550 kvadraturaga ega bo'lgan, tepasida ventilyatsionni shaxtaligicha qilingan, chillerlargacha qilib ketilgan. Narxi keladigan bo'lsa, mana shu turishida noturar joyimizda 1,250,000 dollar so'rashyapti. Pastda egalar raqamini qoldiramiz, aloqaga chiqib kelib ko'rib, ma'qul bo'lsa bosib olinglar.